Assalomu alaykum. Men Buxoro davlat universiteti turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrasi o'qituvchisi Jafarova Hiyola Halimovna bo'laman. Bugungi ma'ruzamizda ushbu turistlar oqimini ta'minlab beruvchi asosiy mamlakatlar xalqaro va ichki turizm bozorlari nomli mavzu bilan boshlaymiz va quyidagi rejalar asosida ma'ruzamizni davom ettiramiz. Demak, bugungi rejalarimiz xalqaro turizm oqimini shakllantiruvchi mamlakatlar, ichki va xalqaro turizm bozorlarining solishtirma tahlilini o'rganib chiqamiz hamda turistlar oqimini boshqarishda mamlakatlararo strategiyalarni ham birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, bilamizki, bugungi globallashuv sharoitida xalqaro turizm jahon iqtisodiyotining ajralmas qismiga aylanib boryapti. Ushbu soha davlatlar iqtisodiyoti, madaniyatlar almashinuvi va barqaror rivojlanish jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Demak, xalqaro turizm oqimlarini shakllantiruvchi mamlakatlar, ya'ni turistlarni yuboruvchi mamlakatlar bu source deb ataladi va turistlarni qabul qiluvchi mamlakatlar bu destination davlatlar turizm industriyasining global miqyosdagi rivojlanish tendensiyalarini belgilashi mumkin. Demak, bugungi kunda xalqaro turizm oqimlarini siyosiy, iqtisodiy, madaniy, texnologik o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning chuqur tahlili global turizm strategiyalarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hamda mazkur ma'ruzada xalqaro turizm oqimini shakllantiruvchi mamlakatlar, ichki va xalqaro turizm bozorlarining solishtirma tahlili hamda turistlar oqimini boshqarishda mamlakatlararo strategiyalarni tahlil qilish davomida ushbu ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Demak, xalqaro turizm oqimini shakllantiruvchi mamlakatlar e, bilan tanishdan oldin biz xalqaro turizm oqimi nima ekanligini bilishimiz kerak. Demak, xalqaro turizm oqimi bu bir mamlakatdan boshqa mamlakatga vaqtinchalik sayohat qiluvchi shaxslarning harakatini aks ettiruvchi dinamik ko'rsatkich hisoblanadi. Demak, bugungi global iqtisodiy jarayonlarda turizm sektor iqtisodiy farovonlik, ish o'rinlarini yaratish va milliy daromadni oshirishning muhim vositasi bo'lib kelmoqda. Demak, xalqaro turizm tushunchasi va uning ahamiyati xalqaro turizm mamlakatlar o'rtasida sayyohlarning harakati orqali madaniy, iqtisodiy va siyosiy munosabatlarni rivojlantiruvchi faoliyat hisoblanadi. Hamda xalqaro turizm iqtisodiy o'sish ushbu demak iqtisodga o'zining ta'sirini ham ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Demak, xalqaro turizm oqimiga ta'sir qiluvchi global omillar xalqaro turizm oqimlariga iqtisodiy holat, siyosiy barqarorlik va viza rejimlari hisoblanadi. Unda transport, logistika infratuzilmasi, marketing kompaniyalarining ish olib borishi va boshqa omillar ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. Demak, eng ko'p turist yuboruvchi davlatlar bo'lmish Xitoy, AQSh, Germaniya va Buyuk Britaniya hisoblanadi. Xalqaro turizm bozori hisoblanadi. Butunjahon turizm tashkiloti statistikalariga ko'ra 2023-yilda dunyo bo'yicha qariyb 1,5 milliard xalqaro turist qayd etilgan bo'lib, bu ko'rsatkich pandemiyadan keyingi davrda turizm industriyasining keskin tiklanganini ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Xalqaro turizm oqimlariga ta'sir etuvchi omillar haqida, demak, birma-bir gapirib o'tishimiz mumkin. Bu davlatlararo iqtisodiy munosabatlar, bilamiz, kirish turizmi, chiqish turizmi va hokazolar albatta davlatning iqtisodiyotiga o'zining ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Hamda viza va chegaraviy nazoratning qulayligi qanchalik demak, boriladigan davlatga viza rejimi osonlashgan bo'lsa va viza olish muammosi bartaraf etilgan bo'lsa, hamda chegaraviy nazoratlarning vaqt tejalishi uchun osonroq qilingani bo'lsa, shunchalik o'sha davlatlarga demak sayohat qiladigan sayohatchilar, turistlar soni oshib borishi mumkin. Bunga misol qilib aytganda O'zbekistonni ham kiritishimiz mumkin. Demak, ko'pgina davlatlarga turistik vizani demak ochib qo'ygandan bilamizki, bizni davlatimizga ham, O'zbekistonga ham juda ham ko'plab turistlar kelayotganidan
dalolat beradi. Keyingisi bu transport infratuzilmasining rivojlanishi, qanchalik o'sha davlatda transport infratuzilmasi rivojlangan bo'lsa, backpacker turistlar oqimi ham juda ham ko'payishi mumkin. Backpacker turistlar deganida biz bilamizki, ularning demak o'sha turga bo'ladigan mablag'i kamroq bo'ladi va ular o'zining turlarini tashkil qilib transportlardan foydalanib, demak, sayohat qilishadi hamda bu davlatning ichidagi bo'ladigan boshqa shaharlarga sayohat qilishga osonlashtirish uchun imkoniyat yaratishi mumkin. Keyingisi bu turistik marketing va brending strategiyalari hisoblanadi. Bunda albatta o'sha davlatning mashhur qiladigan madaniy merosi bo'lmish tarixiy obidalari, urf-odatlari, gastronomik turizm uchun ko'rsatiladigan oziq-ovqatlari va ho'kazolari bilan boshqa davlatlarga tanilishi mumkin hamda mehmonlar, demak, turistlar o'sha davlatlarga sayohat qilishda o'sha davlatlarni tanlashlari mumkin bo'ladi. Xo'sh, misol qilib aytishimiz mumkin, Parij deganda, Fransiya deganda darrov Parij ko'z oldimizga keladi. Eyfel minorasi bu degani, demak, turistik marketingi bu Eyfel minorasi hisoblanadi. Yoki Turkiya deganimizda bu albatta seriallar, gastronomik turizm, tarixiy obidalar va o'zining tarixi bilan mashhur bo'lgani uchun, demak, turistlar orasida o'sha davlatga borib sayohat qilish ehtiyojini, xohishini uyg'otishi mumkin. Demak, biz eng ko'p turist yuboruvchi mamlakatlarni hozir sanab o'tdik. Bu Xitoy, AQSh, Germaniya va Buyuk Britaniya hisoblanadi. Birinchi o'rinda Xitoyni ko'rib chiqsak agar, dunyo bo'yicha eng ko'p turist yuboruvchi mamlakat hisoblanadi. Xitoylik turistlar har yili 150 milliondan ortiq xorijiy safarlarni amalga oshirib, asosan Janubiy Sharqiy Osiyo, Yevropa va Shimoliy Amerikaga sayohat qilishni xush ko'rishadi. Xo'sh, demak, keyingisi bu Germaniya hisoblanadi. Germaniya aholisi xorijga sayohatlar soni bo'yicha yetakchi mamlakatlardan biri hamda Germaniya turistlari asosan Yevropaning o'rta yer dengiz davlatlari, Ispaniya, Italiya, Gretsiya, Turkiya va Misr kabi mamlakatlarga yo'naltiriladi. Xo'sh, demak, keyingisi bu AQSh hisoblanadi. AQShdan xorijga chiqadigan sayyohlar soni yiliga 90 millionga yetadi. Asosiy yo'nalishlar Kanada, Meksika, Karib dengizi davlatlari va Yevropa mamlakatlari hisoblanadi. Birlashgan Qirollik britaniyalik turistlar Yevropa mamlakatlari, AQSh, Avstraliya va Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlariga faol sayohat qilishadi. Xo'sh, Fransiya ham bu demak, jadvalda mavjud. Fransiya har yili 85-90 million turist qabul qiluvchi mamlakat hisoblanadi. Ya'ni, ana endi biz turist qabul qiluvchi, sayohatchilarni qabul qiluvchi mamlakatlarni hisobga oladigan bo'lsak, birinchi o'rinda albatta bu Fransiya turadi. Bunda Parij shahri, tarixiy obidalar, boshida aytib o'tganimda o'zining gastronomik turizmi, madaniyati va san'at turizmi asosiy omillar hisoblanadi hamda biznes turizmi ham mavjud. Demak, Fashion Weeklar va boshqalar o'tkazilganligi sababli ham Fransiyada shu tashrif buyuradigan turist soni juda ham oshib hisoblanadi. Endi ularning qaysi maqsadda borayotganliklari statistikasini ko'rishimiz mumkin. Demak, Ispaniya bu ham eng ko'p turist qabul qiluvchi mamlakatlardan biri hisoblanadi. Ispaniya xalqaro turistlarni jalb qilish bo'yicha Yevropadagi yetakchi mamlakatlardan biri hisoblanadi. Demak, Barselona, Madrid, Costa del Sol kabi yo'nalishlar eng mashhur turist markazlari hisoblanadi. Keyingisi Turkiya. Bu ham Osiyo va Yevropa qit'alarini bog'lovchi mamlakat sifatida Turkiya har yili 50 milliondan ortiq turistlarni qabul qiladi. Istanbul, Antalya, Kapadokiya kabi hududlar xalqaro turistlarning sevimli joylari hisoblanadi.
Keyingi eng ko'p turist qabul qiluvchi mamlakatlardan biri bu AQSh. AQSh ham xalqaro sayyohlarni qabul qilish bo'yicha dunyodagi yetakchilardan biri hisoblanadi. Asosan Nyu-York, Las-Vegas, Florida va Kaliforniya turistlar e'tiborida bo'ladi. Bilamiz, AQSh o'zining tematik parklari, demak, turistik spotlari, nuqtalari bilan mashhur hisoblanadi. Xo'sh, keyingisi bu ichki va xalqaro, demak, ichki va xalqaro turizm bozorlari va uning asosiy tushunchalari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, demak, ichki turizm ichki turizm bu mamlakat ichida, ya'ni chegaralar doirasida amalga oshiriladigan sayohatlar bo'lib, iqtisodiyotda barqarorlikni ta'minlash, mahalliy hududlarni rivojlantirish va mahalliy va ichki iste'molni rag'batlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Xalqaro turizm esa xorijiy mamlakatlarga amalga oshiriladigan sayohatlarni nazarda tutiladi. Demak, ichki va xalqaro turizm tushunchalari va ularning farqli jihatlari shundaki, ichki turizm mamlakat ichida amalga oshiriladigan sayohatlardan iborat bo'lsa, demak, xalqaro turizm bu boshqa davlatlarga sayohat qilish hisoblanadi. Ikkala turizm shakli ham iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy jihatdan muhim, ammo ularning marketing va boshqaruv strategiyalari farqlanadi. Ichki turizm bozorining xususiyatlari, iqtisodiy ta'siri va rivojlanish strategiyalari shundan iboratki, demak, ichki turizm iqtisodiyotni barqarorlashtirish va mahalliy hududlarni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Mamlakatlar ichki turizmni rag'batlantirish uchun marketing kompaniyalari, subsidiyalar, chegirmalar kabi strategiyalarni qo'llashi mumkin bo'ladi. Demak, xalqaro turizm bozorida esa global xususiyatlar va uning mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirini ko'radigan bo'lsak, xalqaro turizm mamlakat iqtisodiyotiga valyuta oqimini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish orqali muhim hissa qo'shishi mumkin. Bu turizm turi xalqaro aloqalarni rivojlantirish va madaniy almashinuvga ham xizmat qilishi mumkin bo'ladi. Demak, har ikki turizm shakli ham iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy ahamiyatga ega bo'lib, ular o'zaro quyidagi jihatlar bilan farqlanadi. Birinchi o'rinda xarajatlar hajmi va valyuta oqimlari. Demak, xalqaro turizmga valyuta oqimlari kelishi bu juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Transport, logistika masalalari, xizmat ko'rsatish sifati va standartlari, marketing strategiyalari va reklama siyosati, mijozlarning kutishlari va talab darajalarini o'rganish. Demak, ichki va xalqaro turizm bozorlarining iqtisodiy ahamiyatini ko'radigan bo'lsak, ichki turizm ayniqsa iqtisodiy inqiroz va pandemiya sharoitida mamlakat iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida katta ahamiyatga ega bo'ladi. Masalan, AQSh, Xitoy, Rossiya kabi yirik mamlakatlarda ichki turizm xalqaro turizmga qaraganda bir necha barobar yuqori iqtisodiy samaradorlikka ega bo'ladi. Xalqaro turizm esa valyuta oqimini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, mamlakatning xalqaro imijini oshirish asosiy rol o'ynaydi. Ispaniya, Fransiya, Tailand, Turkiya kabi davlatlar iqtisodiyotida xalqaro turizmning ulushi sezilarli darajada yuqori hisoblanadi. Demak, ichki va xalqaro turizmning marketing strategiyalari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, bunda ichki va xalqaro turizm bozorlarida marketing strategiyalari farqli jihatlari mavjud. Ichki turizm marketingida mahalliy madaniyat, tarixiy qadriyatlar, milliy tabiat maskanlari va xalq an'analariga urg'u beriladigan bo'lsa, misol uchun Rossiyada Zolotoy kolso, AQShda Grand Canyon, Yellowstone kabi mashhur ichki yo'nalishlar mavjud bo'lib, ularning reklama kompaniyalari ichki auditoriyalarning madaniy qadriyatlari va milliy g'urur tuyg'ularini uyg'otishga qaratilgan hisoblanadi. Demak, mamlakatlararo hamkorlik strategiyalari. Mamlakatlararo hamkorlik strategiyalari haqida so'z yuritadigan bo'lsak, turistlar oqimini samarali boshqarishda katta rol o'ynaydi. Bunday strategiyalar, demak, quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi. Birinchi o'rinda qo'shma marketing kompaniyalari va birgalikdagi turistik mahsulotlarni ishlab chiqish. Vizaviy rejimlarni soddalashtirish va chegaralarni ochiq tutish siyosati, ya'ni har ikkala davlatga ham vizaviy ochiqlik bo'lsa, demak, tashrif buyuradigan sayohatchilarning soni ham tobora oshib borishi mumkin. Transport, logistika hamkorligi va yangi yo'nalishlar ochish.
hududiy hamkorlik dasturlari va iqtisodiy integratsiya. Hududiy turizm integratsiyasi Shengen zonasini ko'rishimiz mumkin misol tariqasida. ASEAN va Markaziy Osiyo davlatlari kabi mintaqaviy integratsiya loyihalarini turistik hududlararo erkin harakatlanishiga va turizm oqimlarining o'sishiga xizmat qilishini ham misol tariqasida keltirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, xalqaro tashkilotlarning turizm oqimlarini boshqarishdagi roli esa global standartlar, xavfsizlik, barqarorlikni ta'minlash orqali xalqaro turizmni samarali boshqarishda katta rol o'ynaydi. Demak, mintaqaviy turizm klasterlari va ularning roli nimalardan iborat bo'ladi? Mintaqaviy turizm klasterlari o'zi bir yoki bir necha mamlakat hududida joylashgan turistik markazlarning birlashuvi hisoblanadi. Bunda turistlar oqimini kengaytirishga xizmat qiladi. Masalan, Markaziy Osiyoda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston mamlakatlarining Buyuk Ipak yo'li brendi ostidagi hamkorligi mintaqaviy turistlar oqimini oshirishga xizmat qilmoqda. Ushbu klaster ichida davlatlar o'rtasidagi transport logistikasi, turistik xizmat ko'rsatish standartlari, chegirma tizimlari va reklama kompaniyalari birlashtirmoqda. Demak, turistlar oqimini boshqarishda xalqaro tashkilotlarning roli va ahamiyati shundan iboratki, demak, turistlar oqimini boshqarishda xalqaro tashkilotlar jumladan UNWTO, WTTC, IATA katta rol o'ynaydi. Ushbu tashkilotlar global miqyosdagi standartlarni ishlab chiqish, xavfsizlik masalalari, ekologik va barqaror rivojlanish tamoyillarini targ'ib qilish orqali turistlarni oqimini samarali tartibga solib berishi mumkin bo'ladi. Xo'sh, demak, shunday qilib, xulosa qilib aytganda, turistlar oqimini boshqarishda davlatlararo hamkorlik va ichki imkoniyatlardan samarali foydalanish xalqaro turizm sohasida muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi. O'zbekiston singari rivojlanib kelayotgan mamlakatlar uchun yuqorida qayd etilgan strategiyalarni qo'llash turizm sanoatining jadal rivojlanishiga olib keladi va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatlarini yaratadi. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.